ko'zim borgan sari sezmayapman deyapti. Bittasi yaxshi yoki bittasi yaxshi ko'rmayapti. Keyin yoshlanib ketadi deydi. Ko'z davleniyam bor deb keladiganlar ham bor. Yoki kamroq uxlab qolsa ham shunaqa ko'zida zaiflik sezadi. Yaxshi ko'rmayotganga o'xshaydi. Ko'zim achishib ketadi aka deydi, yura olmayman, yotaman deydi. Lekin kunduz kuni uxlayman deydi. Unga ham bor. Damlama bor, qorishmalar bor. Bir oyga borib sezadi. Ko'zida o'zgarish bo'layotgancha ukol, antibiotik, tomizish shart, tomizish kerak emas. Kasal sizni ichingizda. Ichkarini davolash kerak. Yana bu aytganimizdek, qonni to'g'irlash kerak. Kelayotgan kapillyar tomirlaringizga ta'sir qilib, shu yerda qon aylanishini yaxshilab beradi. Bu qon aylanishi yaxshilanyaptimi? Zreni yaxshilanadi. Yana nima to'xtab kelyapmiz? Yana suyuqlikka kelyapmiz. Hamma yoqda suyuqlik rol o'ynayapti. Ichak, suyuqlik, qon yaxshi aylansa, subhanalloh, hamma organlar yaxshi bo'ladi.